Hammaga assalomu alaykum. 2025-yil 16-aprel do'stlar ko'rishlaringiz mumkin. Namanganga keldik do'stlar. Sweet Lawrence, Sweet Ariana bilan 5 kunlik bir hafta farq qiladi. O'zini-o'zi chaynatuvchi bu sortlarimiz. Ko'pchilik savol tug'ilyapti, gilosim qilyapti, qilmayapti. Nima qilish kerak, gana sepish kerak? Yo'q, bularga gana pana shart emas do'stlar. Bitta shoxida. Bog'ning umumiy holati 70 gektardan iborat. Mana ko'rishlaringiz mumkin, bir dona qo'shmag'i yo'q. Bexato yashiqda korobkaga tushadi. O'tgan yil 8 dollardan 10 dollargacha sotilgan bu gilos. Sweet Lawrence hamma bilan ko'pchilik turesi gilos turesi nomini bilmay ekib olyapti, yumshoq bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. Do'stlar, olganini ko'ringlar. Xudo xolasa buni chirinkasini olib ketib shu yerdan bizni bog' emas, olib borib ko'chatini ko'paytirdik. Xudo xolasa kuzga tayyor. Ko'chatlarni tashlab boryapmiz. Do'stlar, yerda o'tirmay gilos uzib bo'lasa, pishganda ham birinchi bo'lib qo'yamiz, xudo xolasa. Mana holatlari. Bir dona qo'shma xudo xolasa yo'q. Bog' xudo xolasa zo'r olgan mevaga. O'sha pishishga ketyapti. Oz qolyapti xudo xolasa. Pishganda ham nechta sotilyapti qo'yib o'tamiz. Mana holatlari o'ta zo'r. Qilgani ham o'ta zo'r bo'lgan. Xudo xolasa gilosdan bog' qilaman deganlar bizga bora olsa, xudo xolasa barini tashlab boramiz. Sog' bo'ylar, mehnatga bitta like bosib qo'yamiz. Gilosdan bog' qilaman deganlarga bitta jo'natib qo'yamiz do'stlar. Mana holatlari o'ta oliy. Mana. Lak do'stlar, lak.